Salom azizlarim, sizlar bilan uchrashganimdan xursandman. Xo'p, 3 ta karta tanlov qilib ko'ramiz. Nimalar bo'ladi? Shular haqida 3 ta bir karta olib ko'raylikchi. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, pulli barakotlik, pullarni kelishi, kimlargadir va yana omadni kelishi deb aytyapti. Kimlardadir diavol kartasi tushyapti, amallarda borligi, ziyonlarda borligi, shaytoniy ishlar va yana aytyapti magiyalar borligi deb aytyapti. Hushyor bo'lasiz. O barakalarni kelishi, yangiliklarni kelishi bo'ladi deb aytyapti ba'zi bir insonlarimizda. 3 ta karta ko'rishimiz shu. Xudo xohlasa, yana ilhom kelib qolsa, ilhom parilari kelganda yana sizlar bilan ko'rishamiz. Yakka ochirim qilmoqchi bo'lganlar Telegram raqamimga murojaat qilishingiz mumkin. Qaytarma qilish kerak bo'lsa, tozalash kerak bo'lsa, ritual o'tkazish kerak bo'lsa, qaysi tomonlama bo'lsa ham Xudo xohlasa qo'limdan kelganicha yordam qilaman. Alloh nasib qilsa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana video chiqarishga harakat qilaman. Hammalaringizni sog'inib qolaman. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Issiq kunlarda hammalaringizga sabr, qanoat tilayman. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar.